Amerika dunyo bo'yicha super hajmdagi oziq-ovqatlari bilan birinchi o'rinda turishini bilasizmi? Men ham birinchi marta Amerikaga kelganimda supermarketdagi mahsulotlarning katta hajmini ko'rib juda hayratda qolgan edim. Bu yerda supermarketlarda sotiladigan yog', go'sht, sut, sharbat va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini juda katta hajmlarda bo'ladi. Masalan, yog'ni 5 litrlik idishlarda, sutni esa gallonlarda taxminan 4 litr olish juda oddiy hol hisoblanadi. Mahsulotlarning hajmi katta bo'lganligi sababli Amerikada har bir uyda 2 yoki 3 ta muzlatgich bo'lishi ham tabiiy hol ekan. Bizning uyimizda ham bor yo'g'i 3 kishilik kichik oilamiz uchun 2 ta katta muzlatgichimiz bor. Bugun men sizlarga Amerikadagi supermarketlarda sotiladigan ba'zi mahsulotlarning katta hajmlarini ko'rsatmoqchiman. Lekin rostini aytsam, ba'zan shuncha mahsulotlarni qanday ishlatib tugatish mumkin deb hayron qolaman. Bu esa ikkinchi Amerika oziq-ovqatlari haqidagi fakt. Ovqatlar uzoq buzilib qolmasligi uchun Amerikada kuchli kimyoviy ishlovdan o'tadi. Bu esa keyingi videoda gaplashamiz. Siz yashayotgan mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari qanday hajmda sotiladi? Sizga ham Amerikadagi bu katta mahsulotlar hajmi qiziq tuyuldimi? Izohlarda yozib qoldiring va Amerika hayoti qiziq bo'lsa obuna bo'ling.